Agar hisobotlarga nazar tashlasak, keyingi 2 yilda prokuratura organlari tomonidan 264 mingdan ortiq prokuror nazorati hujjatlari qo'llanganligini ko'ramiz. Bu raqamlar bir qaraganda go'yoki prokuratura organlari faoliyatida olib borayotgan keng miqyosda ishlardan dalolat beradi. Ayni vaqtida afsus bilan aytish kerakki, ko'p hollarda qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha prokuror nazorati huquqbuzarlik sodir etilgandan so'ng namoyon bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, asosiy e'tibor huquqbuzarliklarning barvaqt, yana takror barvaqt aniqlab, ularning oldini olish emas, balki oqibatlari bilan kurashishga qaratilmoqda. Bunday holatga chek qo'yish vaqti keldi. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi bundan buyon ham diqqatimiz markazida bo'lishi, buning uchun sud huquq sohasida islohotlarni izchil davom ettirishimiz lozim.